3 ketdi. Xo'sh, assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. YouTube kanalida ancha bo'ldi kontent qilmay qo'yganimga. Endi bu safar traktorlar borasida bir kichkinagina kontent qilamiz. Chunki traktorlarimiz aksiyaga tushgan. Ayniqsa 50 ot kuchiga bo'lgan talab kundan kunga oshmoqda. Kichkina dehqon, fermer xo'jaliklariga qorash sifatida juda ham ma'qullanyapti. Xo'sh, bu traktorimiz, operatorimiz sizdan ham ozgina savol berib turaman, chunki men bilasiz anchadan beri bu traktor bilan shug'ullanmay qo'ydim. Xo'sh, bunimiz to'g'ri-to'g'ri, aziz do'stlar. Adashmasam 3 portion, правильно? 4 ta portion ekan. 4 ta portion. Narxiga keladigan bo'lsak, aziz do'stlar, o'tgan safar biz buni narxini 148 million qo'yganmiz. Birinchi reklamalarda qilganimda. Endi hozir esa buni 119 million so'mga qo'yganmiz. Ko'p edi traktorlarimiz. 1, 2, 3, 4 ta qolgan. Xo'sh, buni dvigateli bu ichki bartovoy hisoblanadi. Buni ham aytib o'tishim kerak. Ko'plar shu savolga so'raydi va balonlarimiz boyagi 70 lik. To'g'rimi operator? 70 likka bemalol tushadi. Qo'shimcha gidrolik uzatmalar qutisi ham bor. Marhamat aziz do'stlar, ko'rib olasizlar 4 ta. Xo'sh, fermer xo'jaliklarga, dehqonlarga tavsiya qilib qolaman va buni dvigateli Deutsche Fahr kompaniyasiga ishlab chiqaradigan motor kompaniyasidan chiqaradi. Ya'ni nima edi nomi? Dvigatel. Huanchey. Germaniyani bir ikkita katta kompaniyalariga buni dvigateli ishlab chiqaradi. Tak, bu apparatli, buni ham aytib o'tay. Boya ko'plar injektormi degan savolga yana qiladi. Ot kuchi 70 ta, balonlar to'g'ri-to'g'ri. To есть 50 ta ot kuchi. Bu adashdim. 70 ta ham xuddi shunga o'xshaydi. Kabinali bo'ladi. 70 tamiz qolmadi hozir kunda aziz do'stlar. Buni olib tashlab ham haydasangiz bo'ladi. Boyaga dalalar, bog'larga kirayotganda kepkasini olib qo'yib haydasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, yana buni afzallik tomoni nima deydi? To'g'ri-to'g'ri reduktor. Keyin men bu qismi o'tgan safar ham ko'rsatganman. Buni korpusi 70 likka mo'ljallab qilingan, lekin 50 ot kuchi aziz do'stlar. Ya'ni kardan vallari 70 ot kuchiga mo'ljallab qilingan, lekin 50 ga qo'yilgan. Endi narxini aytdim. Traktor mutaxassislarimiz imенно boyagi traktor bo'yicha ko'p yillik opitga ega bo'lgan akalarimiz kelib ko'rsa bo'ladi. Keyin kstati lizing borasida ko'plar aytayapti, aka bo'lib berishga bormi? Lizingga bu traktorni qilib bera olamiz, buni qilib bera olamiz. Faqatgina lizing kompaniyani o'zi kelsa, oldindan где-то adashmasam 50%, 50 million atrofida siz to'lov qilasiz. 45 millionmi, 50 millionmi to'lov qilasiz. Siz menga misol Telegramda aka lizing bo'yicha shu lizing kompaniyaning nomerini bering desangiz, nomerini beraman. Yo bo'lmasam o'zingiz Google dan qidirib mikrolizing kompaniya bo'ladimi? Любой territoriyada viloyat bo'ladimi, boshqa viloyat bo'ladimi? Misol Samarqanddan Farg'onagacha lizing kompaniyalar bor. O'zingiz chiqsangiz, sizga traktorda tan narxini olib, o'zini foizini qo'yib chiqarib beradi. Ko'plar aytadi, o'zlaringiz bermaysizlarmi lizingga? Yo'q, biz lizing kompaniya emasmiz. Biz to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'l boyaga zavoddan olib kelib sotuvchi insonlarmiz. Xo'sh, bu haqida ma'lumot berdim. 50 ot kuchi, chorva fermalariga ham va katta bog'dorchilik, qisqasi mahalliy punktlarda ham zo'r ish qilsa bo'ladi. Endi undan-da kichkina xo'jaliklar uchun tavsiya qiladiganim, marhamat. O'tgan safar oldidagi suradigani bilan qo'yganman va qo'shimcha bitta plugi bilan qo'yganman. Endi esa hozir kunda ham narxlari ancha arzonlashib qoldi. Bu benzinli, to'g'ri-to'g'ri, reduktorli dvigatelga ega traktorimiz. Eng zo'r fishkasi, operator ozgina yaqinroq olib kelasiz, bularga ko'rsatishim kerak. Bular burilayotganda ilonga o'xshab, mana kasimsotlarga o'xshab belidan buriladi. Endi buni narxi 3400 deyapmiz. 3300 yo'q. 3400 emas, 3300. Obunachilarim uchun konkurensiya bo'lishi uchun 3300 dollarga chiqarib beraman. Endi hozir aytishadi, og'ayni bu pulingga yo bu pulingga zo'r Belarus olaman desangiz ham bo'ladi. Yana bir narsani aytib qo'yay sizlarga. Endi qo'pol qilib aytganda ba'zi bir savodsiz odamlar bor, bu kirgan joyga katta Belarusiz kirolmaydi. Shuni ham bir shu tomonni o'ylang. Belarus zo'r traktor. Men hech qachon Belarus yomon traktor deyotganim yo'q. Narxi bo'yicha ham balki zo'rdir. Lekin to'g'ri-to'g'ri mana bunaqa funksiyalarga ega emas Belarusiz. Bunaqa kichkina emas. Bu boyagi ilonga o'xshab harakatlanib, agatlar mana bog'larda orasida harakatlanib o'z ishingizni bajarsangiz bo'ladi. Komplektida bor freza, boyagi повышенный, пониженный скоростlar bor. Bu traktorimizda ham shu ahvol, bu traktorimizda ham shu ahvol.
Xo'sh, benzinli bu traktorimiz tur juda ham qulay. Men endi hozir haydab ko'rsatardimmi, prosta shovqin bo'lmasligi uchun men haydamayapman. Mana qaranglar. Boshqarishga juda ham ba'zilar aytayapti, aka oyoqni qisib qolmaydimi deyapti. Mana oyog'im qayerda? Maksimalni burilganda oyog'im qanaqa turibdi. Shuni ham ko'rsating. Men buni Instagramga qo'ydim, TikTokga qo'ydim. Mana shunaqa savollar bilan qiynashdi. Oyog'ingizni qisib qoladi aka bu dedi. Mana oyog'ingiz oldinda turadi. Pedalda mana nastiku burildim. Ko'ryapsiz? Mana bu esa boyagi oldi surgichlarini tushirib chiqaradigan pribor, ya'ni sistema. Istasangiz yana boshqa kstati, keyin savol berishadi. Aka, beda o'syapti hozirgi kunda, bedani biz o'rishimiz kerak. Shunga jatka qo'yib bo'ladimi? Jatka qo'yib bo'ladi. Alohida reduktor qo'shasiz. Reduktorning o'zi $100 atrofida turadi. Jatkani o'zi ham где-то $100, $200 atrofida turadi. Xizmat haqi ham umuman olganda umumiy qilib hisoblasak где-то $400-500 atrofida turadi aziz do'stlar. Mana shunaqa. Marhamat, manzilimiz Toshkent shahrida. Toshkent shahridan chiqqaningizda boyagi Bardanko'l, Bektemir tumaniga yaqin territoriyada omborxonada syomka qilyapmiz. Hozirgi kunda ishlab ko'rsatdik desam, shovqinda, chunki bunaqa videolarni Instagram, Facebook kanallarimga juda ham ko'p qo'yganman. YouTube'ga katta kontent qilmaganim uchun hozirgi kunda bir aksiyani sizlarga ko'rsatay deb chiqdim. Aziz do'stlar, hozirgi kunda bor traktorimiz shu. Bu traktordan har kuni sotilyapti. Sochilib qolinglar, 4-5 ta qolibdi aziz do'stlar. Yana bitta boshqa joyda bor, 6 ta qolgan. Maza qilib ishlatyapti. Hech qaysidan hali biror marta bundan pretenziya bilan yo bo'lmasam shikoyat bilan kelishmadi. Mana shu paytgacha sotdim, o'zim garantiya beryapman. Ikkala traktorga ham 6 oyga dvigateliga garantiya beryapman. Nimaga 6 oyga? Sababi siz qanday ishlatishingiz va unga qanaqa moy quyishingiz menga ma'qul. Olgan odam ba'zi payt uxod qilishni bilmaydi. Motorga bir keraksiz yo bo'lmasam sifatsiz moy qo'yadi, yo bo'lmasam sifatsiz dizel qo'yganda qanaqadir bir muammosi chiqishi mumkin. O'shaning uchun men 6 oy o'zimdan shaxsan kompaniya nomidan dvigatellarga garantiya beryapman. Aziz do'stlar, sizlarga adresimizni tushuntirdik. Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Bardanko'lda joylashgan. Video o'z o'rnida, ma'lumotlar o'z o'rnida, kam bo'lsa-da, qisqa bo'lsa-da, yo bo'lmasam aqlim yetgancha tushuntira oldim deb o'ylayman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab yuborishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni traktor qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.